Assalomu alaykum aka-ukalar, salomatmisizlar? Navbatdagi tunuka son xizmatimizni Andijon viloyatida xudo xolasa go'zal qilib ishlarimizni qilib beryapmiz. Bu xonadonimizga skromniy ishlaridan bo'lgan, mana ko'rib turibsizlar akalar. Chokchi sliplari bilan mana darvozaxonamizga mana chiroyli holatda xizmatlarimizni amalga oshirib bermoqdamiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu tomonda ozgina ishlarimiz qoldi, mana ularimiz tayyorlayapti. Xudo xolasa bu tomonga o'rnatsak, xonadonimiz to'liq holatda bitadi aka. Ichkari shapkalarimiz bo'lyapti bu yerda. Ichkari shapkalarimizni ko'rishinglar mumkin. O'ta ham go'zal holatda akalar. Shunaqa holatda xizmatlarimiz yakuniga yetkazib berilmoqda.